Maqsad qo'yish marafonda yugurishga o'xshaydi. Boshida hammada kuchli motivatsiya, hamma uverенishda oxiriga yetib kela oladi. Hamma uveren oson yetib keladi. No, marafon boshlangandan keyin ma'lum bir vaqtdan keyin deyarli 50% odam yugurish to'xtaydi. Chunki ular o'ylaganchalik oson emas, ular o'ylaganchalik tez emas. Deyarli finishga 30% inson yetib keladi. Ularni ba'zi birlari vaqtida yetib keladi, ba'zi birlari kechikib keladi, kimdir yugurib keladi, kimdir peshkom keladi. Maqsad ham shunaqa. Ko'pchilik maqsad qo'yadi. Maqsad qo'yayotgan paytda uverenli, erishaman, olaman, boraman. No, deyarli 70% insonlarning maqsadi maqsad bo'yicha qolib ketadi. Chunki ular yetarli darajada tayyorgarlik ko'rmagan, ular o'ylaganchalik maqsadga erishish oson emas. Shuning uchun ham maqsad qo'yayotgan paytingizda unga yetarli darajada tayyorgarlik ko'rishni ham unutmang.